Mo'jizaviy takliflarni qo'ldan boy bermang. Endi 2 litr Coca-Cola narxiga 2,5 litr oling. Coca-Cola bilan taomlaringizni mo'jizali qiling. Salom do'stlar, sizlar bilan Ustrak. Bugun sizlar bilan yangi video olishga qaror qildim va bugun sizlar bilan Java Minecraft o'ynab maza qilib dam olamiz. Do'stlar, zerikib qolmayapsizlar degan umiddaman. Mana hozir botda Word ochib olyapman va sizlarga yoqimli hordiq tilayman. Albatta videoga like bosinglar. 96 bo'libdi Wordimiz ham. Sizlarga iloji boricha like bosib obuna bo'linglar. Yangi avatarka o'zim yaratdim deya olmayman. Lekin ChatGPT ukosi bo'lganda menga nima hojat? Xo'sh, mana birinchi Wordda qotishlar bo'lib turadi. Yana skinni berib yuborishibdi. Amayli, endi Mojo Launcher deshi bu. Qani biz boshlavordik. Speedrun, Dreamga o'xshab speedrun qilaman desam ham baribir bo'lmaydi-da do'stlar. Qanaydir Dream endi nima? Bugmi bu? Nima? Jumala. Hozir agar Minecraft bunaqa bo'lsa, mening yuragim yorilib bo'ladi. Mana bu yoqqa qo'yib, tez mana bunaqadan yasab olamiz. Mana mana qayerga ketib, verstakchani yasab olamiz. Verstakni yasaganimizdan keyin verstakni olamiz va inventorda qo'yamiz va biza unda meni vaqtda mana shunday deb daraxt chopishga kirishamiz. Mana daraxtlardan chopib olyapmiz. Daraxt. Do'stlar, yana bitta narsa eshitdim. Agar Mojo Launcherda o'xshasa, nima Mojo Launcher YouTube kanalida nimadir qilib berar ekan-ku. O'zini YouTube kanallari bilan obuna bo'lib beradi dema, nimadir qilar ekan. Короче, o'shanaqa o'xshasa Mojo Launcherga bizlar nasib bo'lsa 1 millionta bo'lamiz. Bu narsani Google'dan o'qidim. Google ukolsiga kirdimda o'qidim. Xo'sh, mana daraxt. Endi biza kuchayib olishimiz kerak. Bunaqasiga. Mana do'stlar, chopgan daraxtlarimni endi kirka va tapporlar yasab olyapman. Sizlarga yoqimli hordiq tilayman. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Stream deydi u. Streamda ovoz yozilmay qolgan edi-da, shuning uchun eshitmagansizlar. Короче, Bedrockga moslashib Bedrockga kirdim. Keyin esa Bedrockga kirgandan keyin eshitma. Videolayapman. Bedrockga kirgandan keyin daraxt chopdim. Короче, hamma ishlar qilyapman, lekin nimagadir moblar tez o'lmayapti. Qarasam Bedrockda qilish yaxshiroq, topordan ko'ra yaxshiroqligi esimdan chiqib ketibdi. Java yaxshi deganlar like bossin, obuna bo'lsin. Agar Bedrock yaxshi deganlar esa like bossin. Ochilmaydi, e'tibor bergan bo'lsalaring. Masalan, men telefonimda sevgidan kelgan zombini ovozini sevgidan kelganligidan ertalab yoki kunduzni bilmayapti bechora. Короче, bizlar ko'rdilar. Do'stlar, aytmoqchi, bu bizning yangi kanalimiz Uzronder. Bu yerda Monlider, men va Zeron o'z Minecraft ishlarimizni yuritamiz. Bu kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Qo'ydik yana.
qo'rqib ketaman mana shu yoqdan chiqib solsang. Men ovqatim. Gapni bo'lgan uchun ana shuni qidirib bu yoqda o'zi egallab borgan. Endi bu yoqdan chiqib turib verstak bilan yomonsa yasoram. Nima qilib yuribman? Ovqat 5 ta ovqatim bor. Haromdan bo'lganlar-ku. Men Monster olishman. Monster Hunter. Yangi unvon. Javada butun boshli vizerni yo'q qilgangizda o'shanda yangi temirmi? Voy bilet. Hozir toshkavlab olay temirak. Zerikib qolmadinglarmi do'stlar va videoni nimaga buncha tezlashtiryapti desalaring, sizlarni ham vaqtlaringni ushlab turmoqchi emasman. Sizlarga yoqimli yana bir bor yoqimli hordiq tilab qolaman. Mana toshdan kavlab versak to'g'riga tushamiz-da. Versakka asta-sekin bitta bosib qo'ysak, mana shu paytda. Toq. Bo'ldi. Va menda endi toshli sen shu yoqda turibdir hozir. Va xayr, yog'och davri. Va bu narsani ishlatish vaqti keldi. Bu narsani videoni 13-daqiqasida temir topdim. Lekin do'stlarimiz bilan o'ynashdik. Videoni 45-daqiqasida temir topdim. Meni temirlarim. O'zimni temirlarim. Hammasi meniki. Spawn bo'yicha qaysi joyi Minecraftda eng zo'ri? Shuni kommentda yozib qoldiringlar deb. Qaysi joyda spawn bo'lsalarning yaxshi sizlarga? Ugly. Yotoq yasadim hozir. Yotoq yasab qo'y. Loylarga o'xshab. O'lib ketmasligi uchun nimadirlar qilib yotadim. Qo'ya xullas, mana yoqqa bitta qo'yib tashlasak, mana yoqqa yana bitta qo'yib tashlashimiz mumkin. Mana yoqqa ham bitta qo'yib tashlaymiz. Shu yoqda yotoq paydo bo'ladi. Keyin yotoqni olib qo'ysak, mana qayerga yotoqcha. Keyin yotoqcha olamiz, mana yoqqa qo'yamiz. O'rtog'im bemizib kelgan tashlab ketganini yana eslaymiz. Boyagi ko'mirlarni endi yig'ishtirib olamiz. Modlar zombi va shunga o'xshagan modlar meni so'kmoqda hozir. Negaligini aytaman hozir. Chunki men video bir kun hech bo'lmasa ularga bir kun chiqishga ruxsat bermasdan darrov yotoq yasadim. Lekin bilasizlar, mana shu Minecraftda Bedrockda Javada bitta nimalik bor. Kamchilik. Chanklar masalasida kuchli kompyuterda chanklar juda ko'payadi. Bedrockda yengib qo'yishi mumkin. Lekin Bedrock unchalik chanklarni ko'p qilish uchun juda zo'r telefonni so'ramaydi. Shu
Hali qo'shiqchilik unvoni hammaga ham berilmaydi. Qarachi mana shu yerda qo'shiqlar qo'yaveramiz. 16-minutda videoni biz esa juda katta tushaylik. Instagram olsam, bu yoqqa chiqishdan charchadim, o'sha yoqqa qo'yaman. Qonning ichiga qo'yaman. Hashtagni mana shu yoqqa qo'yib qo'ysam. Unaqa. Men bo'lmasa taxta unaqa qilib foydalanayoraman. Unaqa taxta qo'yib qo'yaman. Короче, biz mana o'tyapmiz do'stlar. Hammasi adin o'tyapmiz. Sizlar esa like va obuna bosib turinglar. Hop. Ketdi. Qo'shqay go'shti. Asta-sekin hammasi bo'lyapti. Hozircha yaxshi bo'lyapti. Toshkentda Sheva negrlar chiqyapti. Negrning ovozini eshitganday bo'ldim. Xullas negr emas ekan, adashibman. Oppoq ekan. Minecraftdagi oppoq ekan degan savolga bu aniq skelet. Skelet Minecraftning oppog'i. Tararara. Anaqa. Mana narsani qo'ysak, nima qilyapsan? Buni bosib turib, buni bosib, buni bossak, 4 ta lampochka yasab, anaqa qo'yib F tugmasi Faqana. Shuni topolmayapman. Bu nima emas? Vohmachka. Bosib turibman. Add buttonni bosib turib, keyin esa mana imkonni bosib turib, keyin esa bu yoqdan F tugmasini bosib turib, keyin uni o'chirib video olishni xarakteryapti, lekin sizlarga ko'rinmaydi bu video olishga. Keyin esa buni mana bu yoqqa qo'yamiz. Qani tagiga qo'yamiz. Keyin esa save tugmasini bosib, save and echt deb bosamiz. Keyin esa F bossak, ikkinchi qo'lga oladi. Mana qo'yoldim. Qo'ysak, buni olamiz. Keyin esa temirlar eritmoqchi edim. Bosib turib, mana buni qo'yamiz bu yoqqa. Keyin temirlar 6 ta temir yig'ibdi. Bizga temir kirka va paxta hozircha o'zimizga hozircha biz qo'shib turamiz. Chunki blok yig'ishimiz kerak. Uzr, xayrli ketdi. Blok yig'ishimiz kerak. Hozir baribir temir kirka keladi bizning qo'limizga, o'shaning bilan kalish ishlarini davom ettiraveramiz. Hozir esa biz blok yig'ishimiz kerak. Qancha ko'p blok yig'sak, shuncha yaxshi. Nashaq baza mana shu yoqdan temir chiqsa ham. Assalomu alaykum, bratim. Shu 4-chi darajaga chiqaman. Balkim omadim kelib 5 ga ham chiqaraman. Cheksiz tugamas ko'mirlar bormi bu yoqda? Ko'mir buncha ko'p. Bu olamni ko'mir deb qo'yibdimi nima bo'lar? Do'stlar, bu nima bo'ldi hozir? Nima ovoz edi? Do'stlar, hozir ovozda muammo bo'lishi mumkin. Chunki men juda past gapiryapman. Yo'q, 5-chi daraja yo'q. Balki chamalab chiqib, o'ylab turib aytdimda 5-chi darajaga chiqamiz. Bitta narsaga qiziqdim.
Bunda katta narsa qolmay qolibdi. O, 6 ta temir, o birdan mana temirli ham bo'lib oldik. Videoni hech qaytib. Xo'sh, endi bunga paqir yasaymiz. Mana paqirim tayyor. 5 metr. Mana ikkitadan birga bersak, cho'p tayyor. Yana bitta olsak, mablag' qo'ysakda, keyin esa meni temir kirkam tayyor. Va mana temir kirka va paqirga ega bo'ldim. Endi esa survoramiz bu kondan. Bu kabi survorish kerak. To'xtalarda. Bo'lganda hech bo'lmasa anavga kuchaytirib olay. Bo'lganda hech bo'lmasa mayda toshlikka kuchaytirib olay. Temirku yetmadi, aniq qildim. Buni lekin hech bo'lmasa toshlik. Toshlikka kuchaytirib turib, masalan, buzib turib ketdik. Endi bu hozir yo'q, surishga hali juda ham erta. Men hayolim surish bo'lib yotibdi bu yoqda. Lekin surishga juda ham erta. Nima? Ikkita bersak degani. Lekin loyika. Hali kayfiyat tushirmaymiz. Men bu ko'mirda buqqa yig'dim degan gapim bor. Keyin esa men bu go'shtlarimizni qovurib olamiz. Hamma pishirsa men qovuraman. Zombilarning ovozi ham chiqish. Aya. Sakrab qo'yib Normali. Qo'ysamay qoldi. Qo'yib ketdim. Endi esa bitta bo'lsa ham olamiz, buni olib turib F-tugmasini bosamiz. Mana. Endi esa kutib turamiz. Chunki hozir yursak jonimiz yana kamayadi. Shuning uchun ovqatimiz kamayadi. Shuning uchun jim tursak ovqatimiz kamayadi. Jon to'ldirishga ovqatimiz juda ham ko'p ketyapti. Shuning uchun hozirroq o'zi ishtagina qoldi. Nima bu? Nima? Bu xuddi bilan o'lgirdim. Creeper hozir menga muammo bo'laman. Juda zo'r bo'laman deb o'ylagandim, lekin Creeper o'qni yebdi. Kechasi bo'lma. Bu kondan survorish payti keldi. Assalomu alaykum. Bratim, Şuramiz bakın. Endi egalar uxlavoramiz. Albatta monsterlar ko'p, shuning uchun biza uxlamayapmiz. Biza menimcha, fikrim pastga qarab qoldi.
Bizga qarab Ka'ba qilib qo'rqsak, sakrab turib, sakrab turib, sakrab turib, sakrab turib. Sakrab turib, ko'rsa, shunda qulamiz. Bostirib, bitta. Monsterlar atrofda ko'p. Ularni o'ldirish kerak, lekin bizni narxlarcha ishchi ko'ramiz. Mana yo'qda endi uxlab bo'lmayapti. Mana do'stlar, o'zlaring ko'rdilaring. Yozyapmiz hozir. Mana Time set die. Time o'zgartirildi. Endi bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Aytyapman-ku, bu yerdan chiqish qiyin deb. Hayotimda ko'p bo'lgan, Javada ham bo'lgan. Endi mana narsa umuman tuzla. Masalan, monster shunaqa ko'payib ketadiki, bir xil paytda Java Bedrock versiyalarida men sizlarga 100 IP Minecraft'ni necha yildan beri, 2 yildan beri, 1 yildan beri o'ynayotgan odam gapiryapti. Mana sizlar buni eshitinglar, chunki sizlar ham bir nima o'rganishlaring mumkin. Xo'sh, video ham ko'p cho'zilib ketmayapti degan umiddaman. Notda menga bir soat bo'lsam yozaveraman. Hozir 5 minutga video o'chirib turaman. Xo'shlar, mana biz bitta timeset ishlatishga qaror qildik. Chunki Minecraftda mana shu ovozga ega bo'lgan haromchalar ko'payib ketdi. Avvalgi versiyalarda bu zombi. Demak, orqada.
Tamamdır. Oldu. O. Selam aleyküm bratim. Piu. O. Ya ikincisi koçamız kıyandırasını çizeceğimiz. Ne kadar şu inventörü gördük öğretide. Inventörü gördük olmasıydı. Yine V degan tugmani bosyapman. Endi esa biza ana qidiramiz. Suv qidiramiz. Ko'lli joylar bo'lar-ku. O'sha yoqlarda buzilgan portallar ko'p bo'ladi menimcha. O dengiz. Bunaqa buyam bor joyda albatta dengiz bo'lur. Piu. Mana bitta suv olamiz. Dengizni tagiga. Sizlarga bitta life hack o'rgataman. Mana dengizni. Sholat. Nafaslaring ketmaydi zata. Buni meni pro odamlardan videolarda ko'rgan bo'lsalaring kerak. Piu. Tepaga chiqib turib ko'ramiz. Endi qishloq qidirishimiz kerak. Biza qishloq hozir. Birinchi qiladigan ishimiz qishloq qidirish. Ikkinchi ishimiz kontrolga moslasholmayapman. Bedrock Java'ni. Agar ekranda bosib o'rayotgan bo'lsa, allaqachon moslashib, unaqasi sakrab turib qoqish. Sos konimi. To'xtanglar, sos koniga tushishdan oldin har doim eslaringni chiqarmanglar. Sos koniga tushishdan oldin bitta eshikcha yasaysizlar. Yani taxtani ham olib qo'yib turib mana bunaqa eshikcha yasab, eshikxona yasardi. Eshikxona yasalish esimdan chiqib ketgan uchun mana bunaqa menyuni chiqardim. O'zi bu menyu kreativga kirmaydi, baribir bu yerda mana eshik. Mana shunaqa yasalishini bilgandan so'ng men eshikni o'zim yasayman. Chunki hozir agar yasasam, bu yerda bu menga 3 ta eshik yasab beradi. Lekin menga aynan bitta eshik kerak. Yo'q, baribir 3 ta berar ekan. Короче, men o'zimni nimalardadir yoqib olmoqchi edim, lekin o'xshamadi. Mana endi tezgina mana joyga tushishimizda nafas olamiz. Shu nafas olgandan keyin nafas to'la. Endi esa sosidan olma. Temir. Yo'q, mana qilib ko'ramiz. O'lgirdim. Endi nima qilaman? Ovqatim yo'q, mana shunday ishga. Bu mayin tarafga kirib ketgan. Do'stlar, endi mana bu endi mana bu yoqda ovqat yeymiz. To'l jonim to'l. To'lolmadi, shuning uchun yana bitta
Buni yeymiz. Bundan keyin qattiq och qolish bo'ladi, lekin baribir jonimiz to'ladi. Boshqa nima ham yerdik. Endi nima qilishni bilmadim. Mana yana jon to'ladi. Yana ozgina to'sa bo'ldi menga. Bu yerda boya temir ko'rgan. Bo'ldi, boshqa jon kerak emas. Endi oshga ketish kerak. Bir suvga chiqqandan keyin oshga effekt ketadi. Mana boya mana shu eshikka kira olmay qolgandim. Chunki men blokdamiz. Mana shu sindirishni Neyse, tepeye çıkıp blok koyup yana bitta blok qo'yib, neyse mana shu yoqqa eshik qo'ysam bo'ladi. Eshik qayerga o'rga ketdi? Hozir o'laman. Eshik. Yana o'qishga boshladim. Eshik. Ay, Haromdan bo'lgani ishonchi qilganimni ko'tingga tiqding. Ishonchi qilganimni ko'tingga tiqding. ana, do'stlar, mana o'ldim. Do'stlar, mana shu joyda video to'xtaydi. Afsus, shuncha yig'gan narsalarim o'ldi. Shu temirga o'chligim sababli o'lib ketdim. Endi baribir Ender Dragon'ni yenga olmagan bo'lsak-da, lekin mazza qilib o'yin o'ynadik degan umiddaman. Sizlar bilan Ustra Gaming bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.